PISA dasturi va tadqiqotlari nima uchun kerak? Mamlakatning ta'lim tizimida qanday rivojlanganligi hamda kelgusida qanday rivojlanish kerakligini belgilab berishda foydalaniladigan asosiy dastur va tadqiqotlar hisoblanadi. Albatta, PISA xalqaro baholash dasturi kerak. Chunki 15 yoshli o'quvchilarning bilimini faqatgina shunchaki yod olish uchun emas, balki uni hayotiy vaziyatlarda ham qo'llay olishini baholash uchun ham kerak bo'ladi. PISA albatta ta'lim sifatini o'lchash, boshqa mamlakatlar bilan solishtirish, kamchiliklarni aniqlash va ta'limni amaliyotga yaqinlashtirish uchun kerak bo'lgan jarayon hisoblanadi. Bugungi yoshlarimizni xalqaro tajribalarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlari ancha ortmoqda. Jumladan, mamlakatimiz PISA tadqiqotlariga tayyorgarlik ko'rish jarayonida 15 yoshli o'quvchilarimizni xalqaro matematik savodxonlik, o'quv savodxonligi va tabiiy savodxonligi bo'yicha bilim, ko'nikma malakalarini oshirishga qaratilgan jarayonlar tez sur'atlar bilan rivojlantirilmoqda. Bu jarayonda biz pedagoglar o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga qaratilgan metodikalarni o'rganib bormoqdamiz. PISA xalqaro baholash dasturi nima uchun kerak? PISA xalqaro baholash dasturi 15 yoshli o'quvchilarning olgan bilimlarini real hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish uchun kerak bo'ladi. PISA nima uchun kerak? PISA ta'lim tizimining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam berishi uchun kerak. PISA tadqiqotlari natijasida mamlakatlar ta'lim tizimidagi farqlarni aniqlash mumkin. PISA tadqiqoti nima uchun muhim? Ta'lim tizimidagi kuchli va zaif tomonlarni aniqlash imkonini beradi. Davlatning ta'lim tizimidagi kelajak strategiyalarini belgilashda PISA tadqiqot natijalarini qo'lga kiritamiz. PISA o'quvchilarda raqamli dunyoni tushunish imkonini beradi. PISA xalqaro baholash dasturi ta'lim tizimini taqqoslash imkoniyatini ham beradi.